Pensionerlar, bu qog'ozga imzo chekmang. Men bugun sizga juda muhim ogohlantirish beraman. Oddiy ko'ringan bitta ariza, bitta tilxat yoki bitta rozilik qog'ozi pensiyangizdan ayrılishingizga, qarzdor bo'lib qolishingizga yoki yillar davomida sutma-sut yurishingizga sabab bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi, nafaqadagi qarindosh bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men aytadigan gaplar kimningdir pulini, tinchini va huquqini saqlab qolishi mumkin. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rdim. Pensionerlar ko'pincha firibgarlar uchun eng oson nishonga aylanadi. Sababi oddiy. Pensiya muntazam tushadi. Odamning daromadi aniq, karta yoki naqd pul har oy bor. Yana bir sabab. Ko'pchilik keksa insonlar hujjat tilini yaxshi tushunmaydi. Bu faqat rasmiyatchilik. İmzo qo'yib bering, hammasi tez bitadi. Sizga yordam puli chiqadi, pensiyangiz oshadi. Tekshiruv uchun kerak degan gaplarga ishonib qolishadi. Oldin bunday holatlar ko'proq mahalla, pochta, bank bo'limi yoki tanish bilish orqali bo'lardi. Masalan, kimdir pensiyaning pasport nusxasini olib, uning nomidan ishonchnoma yozdirishga harakat qilardi. Yoki kommunal qarzni hal qilib beraman deb tilxat oldirardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Endi qog'oz bilan birga telefon, SMS kod, bank kartasi, mobil ilova, onlayn kredit, mikroqarz ham aralashib ketdi. Lekin asosiy xavf o'sha pensioner nimaga imzo qo'yayotganini oxirigacha tushunmasa, keyin men bilmaganman deyish juda qiyin bo'ladi. Eng xavfli qog'ozlar qaysilar? Men ularni bir nechta guruhga bo'laman. Birinchisi qarzni tan olish haqidagi tilxat. Ikkinchisi boshqa odam uchun kafillik yoki kreditga rozilik. Uchinchisi pensiyani yoki bank kartasini boshqarish uchun ishonchnoma. To'rtinchisi uy-joy, yer, ulush, meros yoki hadya bilan bog'liq hujjatlar. Beshinchisi men da'vo qilmayman, men roziman, men pulni oldim degan mazmundagi arizalar. Mana shu qog'ozlar ko'p hollarda pensionerning huquqini zaiflashtiradi. Avvalo qarzni tan olish haqidagi tilxatni olaylik. Oddiy misol. Bir pensioner ayolga qo'shnisi kelib, "Opajon, men sizdan 5 million so'm olganimni emas, siz menga 5 million berganingizni yozib qo'ying. Bu faqat hisob-kitob uchun kerak" deydi. Yoki aksincha, "Siz mendan 5 million qarz olgansiz deb yozib qo'ying, men bankka ko'rsataman, keyin yirtib tashlaymiz" deydi. Pensioner ishonadi, imzo qo'yadi. 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi. Keyin o'sha qog'oz sudga chiqadi. Qog'ozda men falonchidan 5 million so'm qarz oldim, falon muddatda qaytaraman deb yozilgan bo'lsa, sud birinchi navbatda shu hujjatga qaraydi. Pensioner men pul olmaganman desa ham, buni isbotlash juda og'ir bo'ladi. Ikkinchi xavfli hujjat kafillik. Ko'p pensionerlar farzandiga, jiyaniga, qo'shnisiga yordam bermoqchi bo'ladi. Bankdan kredit olyapman, faqat kafillikka imzo kerak, sizdan pul olinmaydi deyishadi. Men bu gapni eshitgan odam darhol to'xtash kerak deb hisoblayman. Kafil bo'lish degani qarzdor to'lamasa, qarzni siz to'laysiz degani. Masalan, nabira 30 million so'm kredit oldi. Oyga 2 milliondan to'lashi kerak. 2 oy to'ladi, keyin ishidan ayrildi yoki pulni boshqa joyga sarfladi. Bank kimga murojaat qiladi? Qarzdorga ham, kafilga ham. Agar kafil pensioner bo'lsa, uning pensiya kartasiga cheklov tushishi, hisobidan pul yechilishi, ijro hujjati kelishi mumkin. Pensioner men faqat yordam bo'lsin deb imzo qo'ygandim degani bilan majburiyat yo'qolmaydi. Uchinchi masala ishonchnoma. Ishonchnoma hamma vaqt yomon hujjat emas. Ba'zida kerak bo'ladi. Pensioner kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, yaqin farzandi pensiyani olib kelishi uchun qonuniy tartibda ishonchnoma berishi mumkin. Lekin muammo shundaki, ayrim odamlar juda keng vakolatli ishonchnoma oldirishadi. Qog'ozda pul mablag'larini olish, hisob varaqlarini boshqarish, arizalar berish, shartnomalar tuzish, mol-mulkni sotish, hadya qilish, vakillik qilish degan jumlalar turishi mumkin. Pensioner esa faqat kartamdan do'riga pul olib keladi deb o'ylaydi. Natijada vakil nafaqat pensiyani oladi, balki boshqa hujjatlarga ham aralashishi mumkin. Oddiy hayotiy misol keltiraman. Ota 72 yoshda pensiya oladi. O'g'li dada, bankka borib ovra bo'lmang, men hammasini qilib beraman deb ishonchnoma oldiradi. Ishonchnomada faqat pensiya olish emas, bankdagi barcha hisoblarni boshqarish huquqi yozilgan. Keyin o'g'il kartani o'zida saqlaydi. SMS xabarlarni ham o'z telefoniga ulaydi. Ota har oy pensiyam tushdimi desa, hali tushmadi, qarzga ketdi, bank ushlab qoldi degan javob oladi. Aslida esa pul yechib olinayotgan bo'ladi.
Bunday holatda ota o'z vaqtida bankdan ko'chirma olmasa, ishonchnomani bekor qilmasa, muammo chuqurlashadi. 4-xavf uy joyga oid hujjatlar. Pensionerlarning eng katta boyligi ko'pincha uy yoki kvartira bo'ladi. Firibgarlar ham shuni biladi. Uy sizning nomingizda turaversin. Faqat vaqtincha hujjat qilamiz. Hadya shartnomasi qilsak, soliq kam bo'ladi. Sotish shartnomasi qog'ozda bo'ladi. Lekin siz yashayverasiz. Merosni oldindan hal qilamiz kabi gaplar juda xavfli. Hadya shartnomasi imzolansa, mulk boshqa odamga o'tadi. Sotish shartnomasi imzolansa, mulk sotilgan hisoblanadi. Keyin pensioner men buni tushunmaganman desa, hujjat notarial tasdiqlangan bo'lsa, uni bekor qilish oson emas. Masalan, bu 2 xonali uyda yashaydi. Qizi ona, uy mening nomimda bo'lsa, kommunal, kadastr hujjat ishlari yengil bo'ladi. Siz baribir shu uyda yashaysiz deydi. Bu hadya shartnomasiga imzo qo'yadi. 1 yil o'tib qizning turmushidan muammo chiqadi, qarzlar paydo bo'ladi yoki uy sotilishi kerak bo'lib qoladi. Bu esa qonuniy egasi emas. U yashab turgan bo'lsa ham mulk huquqi boshqa odamga o'tgan. Mana shunday vaziyatlarda eng avval savol berish kerak. Men imzo qo'ysam, ertaga bu uy kimniki bo'ladi? Meni bu uydan chiqarib yuborishlari mumkinmi? Men o'z qarorimni bekor qila olamanmi? 5-turdagi hujjat da'voim yo'q degan ariza. Ko'p odamlar buni arzimas qog'oz deb o'ylaydi. Lekin unday emas. Masalan, pensionerga kimdir zarar yetkazdi, pulni qaytarmadi. Ish haqi yoki aliment bo'yicha qarz bor. Merosdan ulush tegishi mumkin. Shunda boshqa tomon opa siz shunchaki da'voyim yo'q deb yozib bering. Men keyin pulni beraman deydi. Pensioner yozib beradi. Keyin nizo chiqsa, o'sha ariza unga qarshi ishlatiladi. Mana o'zi da'vosi yo'qligini yozgan deyiladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pulni olmasdan turib pulni oldim deb yozmang. Masala hal bo'lmasdan turib da'voyim yo'q deb imzo qo'ymang. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchi farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lganlar. Uchinchi sog'lig'i sababli bankka, notariusga, davlat xizmatlari markaziga o'zi bora olmaydiganlar. 4-chi savodxonligi past, hujjatlarni o'qishga qiynaladiganlar. 5-chi katta mulki bor, lekin huquqiy masalalarda maslahat olmaydiganlar. Lekin bu faqat ularning muammosi emas. Hatto o'qimishli, tajribali odam ham shoshiltirilsa, uyaltirilsa, hozir imzo qo'ymasangiz kech bo'ladi deb bosim qilinsa xato qilishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, har bir bandini tushungan bo'lsangiz, nusxasini olgan bo'lsangiz, yaqinlaringiz yoki yurist bilan maslahatlashgan bo'lsangiz, imzo notarius yoki rasmiy idorada qonuniy tartibda qo'yilayotgan bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin baribir men tushundim degan fikr yetarli emas. Hujjatning oqibatini tushunish kerak. Hujjatdagi bitta so'z ham katta farq qiladi. Vakolat beraman, rozilik bildiraman, qarzni tan olaman, olganimni tasdiqlayman, da'voyim yo'q, hadya qilaman, sotdim degan iboralar juda jiddiy iboralar. Endi istisnolar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Ba'zida pensioner haqiqatan ham hujjat imzolash kerak bo'ladi. Masalan, pensiya turini o'zgartirish, bank kartasini almashtirish. Davolanish uchun ijtimoiy yordam olish, subsidiya, moddiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi, meros huquqini rasmiylashtirish, kommunal imtiyozlar uchun ariza berish. Bunday holatlarda imzo qo'yishdan qo'rqib hamma narsadan voz kechish ham to'g'ri emas. Muhimi, hujjat kim tomonidan tayyorlangan, qayerda imzolanmoqda, mazmuni nima, sizga qanday majburiyat yuklaydi, shuni bilish. Birinchi nozik jihat, hujjat rasmiy idorada bo'lsa ham uni o'qish shart. Ko'pchilik bankda bo'lsa to'g'ridir, notariusda bo'lsa xavfsizdir, mahalladan bo'lsa muammo yo'q deb o'ylaydi. Rasmiy joy hujjatning shaklini qonuniy qiladi, lekin mazmuniga siz rozilik berayotgan bo'lasiz. Notarius sizdan o'qidingizmi, tushundingizmi, rozimisiz deb so'rashi mumkin. Siz ha desangiz, keyin men shoshilib imzo qo'ygandim deyish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men pensionerlarga har doim aytaman, notariusda ham, bankda ham, mahallada ham shoshmang. Ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ovoz chiqarib o'qitib oling. Ikkinchi nozik jihat, bosh qog'ozga imzo hech qachon qo'yilmaydi. Ba'zan tanish odam tezda imzo qo'yib bering, matnini keyin yozamiz deydi. Bu eng xavfli holatlardan biri, chunki keyin u qog'ozga istalgan mazmun yozilishi mumkin. Hatto oq varaqning pastiga imzo qo'yish, sana qo'ymasdan imzo qo'yish, matn bilan imzo o'rtasida katta bo'sh joy qoldirish ham xavfli. Hujjatda matn to'liq bo'lishi,
sana bo'lishi, summa raqam va harf bilan yozilishi. Tomonlarning pasport ma'lumotlari aniq bo'lishi kerak. Agar qarz qaytarilgan bo'lsa, qaytarilgani haqida alohida tilxat olinishi kerak. Uchinchi nozik jihat, telefon orqali kelgan kod ham imzo kabi ishlashi mumkin. Hozir ko'p xizmatlarda SMS kod, biometrik tasdiq, elektron imzo ishlatiladi. Pensionerga qo'ng'iroq qilib, men bank xodimiman, kartangiz bloklanmasligi uchun kodni ayting. Pensiyangiz oshishi uchun tasdiqlash kodi kerak. Davlat yordam puli tushadi. Hozir SMS keladi deyishadi. Kodni aytsangiz, ular sizning nomingizdan operatsiya qilishlari mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod aytilmaydi. Bank xodimi ham, soliq xodimi ham, pensiya bo'limi ham telefon orqali kod so'ramaydi. 4-chi nozik jihat, qarindosh bo'lsa ham hujjatligicha qoladi. O'zimning bolam-ku, jiyanim-ku, kelinim-ku. Qo'shnim ko'p yillik tanish-ku degan gaplar sudda hujjatni bekor qilib bermaydi. Men oilalarda shunday vaziyatlarni ko'rganman. Pul bor paytda hamma mehribon, mulk bor paytda hamma kelishib turgandek, lekin keyin meros, qarz, ajrim, kasallik yoki o'lim kirib kelganda munosabatlar o'zgaradi. Shuning uchun yaqin odamga yordam berish mumkin, lekin o'zingizni himoya qilgan holda. Masalan, ishonchnomani faqat bitta amal uchun, faqat ma'lum muddatga, faqat pensiyani olish uchun berish mumkin. Uy-joy bo'yicha esa mustaqil, maslahat olmasdan imzo qo'ymaslik kerak. 5-nozik jihat, pensiya oshirib beramiz degan va'dalar. Pensioniya miqdori qonun, ish staji, ish haqi. Hujjatlar va vakolatli organlar orqali hisoblanadi. Hech bir begona odam menga imzo qo'ysangiz pensiyangizni 2 barobar oshiraman deb kafolat bera olmaydi. Agar kimdir buning evaziga pasport nusxasi, karta raqami, PIN kod, ishonchnoma yoki ariza so'rasa, bu xavf belgisi. Pensiyani qayta hisoblash kerak bo'lsa, pensioner o'zi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishi kerak. Internet orqali murojaat qilinsa ham, buni ishonchli yaqin odam nazoratida qilish kerak. Lekin parol va kodlar begonalarga berilmasligi kerak. 6-nozik jihat, ijro qarzlari va kartadan yechib olishlar. Ba'zan pensioner kartamdan pul kamayib qoldi, bank o'zi olibdi deydi. Aslida oldin imzolangan kafillik, kredit, jarima, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Bunday holatda vahima qilish emas, hujjatlarni aniqlash kerak. Bankdan hisob ko'chirmasi olinadi. Majburiy ijro byurosidan ijro ishi bor yo'qligi so'raladi. Kredit bo'lsa shartnoma nusxasi talab qilinadi. Agar imzo qalbakilashtirilgan bo'lsa yoki pensiya aldatilgan bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qo'yda hujjatni uyga olib kelib o'qing yoki kamida 20-30 daqiqa vaqt so'rang. Kimdir hozir imzo qo'ymasa bo'lmaydi desasa. Aynan shu gapning o'zi shu holi. Rasmiy va halol ishda odamga o'qish uchun vaqt beriladi. Shoshiltirish, qo'rqitish, uyaltirish, siz menga ishonmaysizmi deyish bu bosim usuli. Ikkinchi qo'yda. Har bir hujjat bo'yicha 3 ta savol bering. Birinchi savol: men bu hujjat bilan nimaga rozilik beryapman? Ikkinchi savol: imzo qo'ysam mendan pul, mulk yoki huquq ketadimi? Uchinchi savol: keyin buni bekor qila olamanmi? Agar shu 3 savolga aniq javob bo'lmasa, imzo qo'ymang. 3-qo'yda hujjat nusxasini oling. Siz imzo qo'ygan har qanday shartnoma, ariza, tilxat, ishonchnoma, dalolatnoma yoki rozilik qog'ozining nusxasi sizda qolishi kerak. Nusxa keyin beriladi degan gapga ishonmang. Hech bo'lmasa telefoningizga suratga oling. Lekin eng yaxshisi qog'oz nusxa yoki elektron nusxa bo'lsin. Chunki keyin muammo chiqsa, siz aynan nimaga imzo qo'yganingizni bilishingiz kerak. 4-qo'yda pasport, plastik karta, PIN kod, SMS kod, elektron raqamli imzo kalitini hech kimga bermang. Hatto faqat 1 daqiqaga desa ham bermang. Karta sizniki bo'lsa, PIN kod faqat sizniki. Telefoningizga kelgan kod ham faqat sizniki. Agar telefoningizga tushunarsiz SMS kelsa, darhol bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Sizga qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga emas. Kartangiz orqasida yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga murojaat qiling. 5-qo'yda ishonchnoma berishga majbur bo'lsangiz, vakolatni to'g'ri yozdiring. Masalan, falon bankdan faqat pensiya mablag'ini olish uchun, faqat falon muddatgacha uy-joyni sotish, hadya qilish, garovga qo'yish huquqisiz deb aniq ko'rsatilishi kerak. Ishonchnoma muddati tugaganini kuzatib boring. Agar vakilga ishonch yo'qolsa, notarius orqali ishonchnomani bekor qiling va bankka ham yozma ravishda xabar bering. 6-qo'yda
uy-joy bo'yicha hech qachon yolg'iz qaror qilmang. Hadya, oldi-sotdi, garov, merosdan voz kechish, ulushdan voz kechish kabi hujjatlar katta oqibatga ega. Bunday holatda kamida bitta mustaqil yuristdan maslahat oling. Mustaqil deganda hujjatni tayyorlayotgan tomon olib kelgan odamni emas, sizning manfaatlaringizni tushuntirib beradigan mutaxassisni nazarda tutyapman. Agar hujjatni o'qib tushunmasangiz, menga sodda tilda tushuntiring. Men bu uyda yashash huquqimni yo'qotmaymanmi deb so'rang. 7-qo'yda. Agar allaqachon imzo qo'yib yuborgan bo'lsangiz, vaqtni boy bermang. Avvalo hujjat nusxasini toping. Bankdan ko'chirma oling. Notariusdan ishonchnoma yoki shartnoma nusxasini so'rang. Pensiya bo'limiga borib, pensiya qayerga tushayotgani, qanday ushlab qolishlar borligini aniqlang. Majburiy ijro byurosidan qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Agar firibgarlik alomatlari bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza yozing. Arizada kim, qachon, qayerda qanday hujjatga imzo oldirgani, qanday zarar yetgani, guvohlar kimligi aniq yozilsin. 8-qo'yda ariza yozishda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Meni aldashdi, chora ko'ring deyish kamlik qiladi. Masalan, shunday yozish kerak. Men falon sanada falon joyda falon shaxsning gapiga ishonib hujjatga imzo qo'ydim. Menga hujjatning mazmuni to'liq tushuntirilmagan. Men pul olmagan bo'lsam ham hujjatda pul olganim ko'rsatilgan. Hozir ushbu hujjat asosida mendan pul talab qilinmoqda. Mazkur holatni tekshirib, huquqiy baho berishingizni so'rayman. Shunda ariza aniqroq bo'ladi. 9-qo'yda oilada oldindan tartib o'rnating. Farzandlar ota-onasining pensiya kartasini o'zida saqlamasin. Agar zarurat bo'lsa, xarajatlar ochiq yozib borilsin. Har oy pensiya tushumi va yechimlari tekshirilsin. Ota-onaga hech kimga kod aytmang. Hech kimga bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Hujjat bo'lsa avval bizga ko'rsating deb tushuntirish kerak. Bu nazorat emas, himoya. Lekin pensionerning o'z poliga va o'z mulkiga hurmat saqlanishi kerak. 10-qo'yda. Tibbiy holat ham muhim. Agar pensionerning xotirasi sutlashgan, eshitish yoki ko'rishi yomonlashgan, hujjat mazmunini anglashda qiynalayotgan bo'lsa, bunday odamni yolg'iz hujjat imzolashga yubormaslik kerak. Chunki firibgarlar aynan shunday zaiflikdan foydalanadi. Notarius yoki bank xodimi ham shubha sezsa, qo'shimcha tushuntirish berishi, zarur bo'lsa jarayon to'xtatish kerak. Pensioner o'zini noqulay his qilsa, men hozir imzo qo'ymayman, maslahatlashib kelaman deyishga to'liq haqli. Xulosa qilib aytaman. Pensionerlar har qanday qog'ozga imzo qo'yishdan oldin to'xtang, o'qing, tushuning, nusxa oling va maslahat qiling. Ayniqsa qarz, kafillik, ishonchnoma, uy-joy, da'voyim yo'q, pulni oldim, roziman degan hujjatlar juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Bitta imzo bir oylik pensiya emas, butun uy-joyni, tinchlikni va oilaviy munosabatlarni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, bu mavzuga befarq bo'lmang. Uyda pensioner ota-onangiz, bobo-buvingiz bo'lsa, ularga bugun shu qoidalarni tushuntiring. Kommentariyada yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday hujjat, kafillik, ishonchnoma yoki firibgarlik holatiga duch kelganmisiz? Fikringiz boshqalarga ham saboq bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ogohlantirishni yaqinlaringizga yetkazing. Chunki ba'zida bitta ogohlantirish odamni katta yo'qotishdan saqlab qoladi.